O'g'lim, maktabing tugadimi? Dada, universitetda o'qiyman-ku. Ha, xullas-da, uyga kelyapsanmi? Bora olmayman, yozgi semestrga qoldim. Bolam, nima qilasan birovlardagida qolib uyga kelsang-chi? Ilojim yo'q, dada, 6 kreditim bor. Kredit? Kimdan so'rab kredit oldingiz ham? Dada, unaqa kredit emas u. U fanni kredit dada. 6 kredit fandan yiqilganman. O'sha 6 kredit 8.7 ming bo'ladi. Shuni to'lab qayta o'qishim kerak. O'qimasam kursdan o'tkazmaydi. Bir semestr 180 soat bo'lgan bo'lsa, endi yozda har kun 6 paradan shuni qo'yib beradi dada. Qayta o'qishim kerak shuni. Unaqa kredit emas u. Hozir o'qishing kerakmi shunda? Ha. Shuncha payt nima qilding o'qimay? Dada, o'qimasam jipam yetmaydi. Ha, shunaqa-da, ana shunaqa jipalarga o'ralashib o'qimagansan-da sen iflos. Dada, siz o'ylagan jipa emas u. Baqirma menga bolam. Bekorga telefon qilyapman senga. Sog'ing ham juda telefon qilyapman. Onang ham seni kutaverma, bu yerda ko'zlar turib ketdi. Kelsang bo'ladi uyga. Ota-ona g'animat o'qish topiladi bolam. Bo'l dadajon, bugunoq boraman. Siz meni ko'zimni ochdingiz. Ke bolam, ke. Xo'p. Ana endi o'zi ishlaydi-da. Qo'shni uyingizda ish yo'qmi? O'g'ilcha kelyapti. Yozgi semestrda o'qish qiyin emas. Shunaqa semestr borligini uydagilarga tushuntirish qiyin.